ota-onalardan farzandimizni hech qanday sababsiz tana haroratining ko'tarilishi bo'lyapti degan shikoyatlar hozirgi kunda juda ham ko'p. Bunday shikoyatlarni asosiy sabablardan bittasi bolalarda urologik kasallik qovuqdagi siydikni buyraklarga yana qaytib yurishi tana haroratini hech qanday ko'rinishsiz klinik belgilarsiz ko'tarishi mumkin bo'ladi. Bu kasallik fanda qovuq siydik nayi refluksi deb ataladi. Bunday kasallikni 5 ta darajasi bor. Bu kasallikni aniqlash hozirgi kunda nisbatan boshqa urologik kasalliklardan ko'ra qiyinchilik tug'diradi. Nimagaki bu kasallikni buyraklarni ishlash faoliyati rentgenologik tekshiruvi va pastki siydik yo'llari nuqsonlarini aniqlash uchun sistografiya tekshiruvi o'tkazish kerak bo'ladi. Bu sistografiya tekshiruvi bolalarda o'tkazish biz urologlar uchun ham nisbatan qiyinchilik tug'diradi. Bunday holatda qovuqni kontrastli suyuqlik bilan to'ldirib, qovuqdagi siydikni siydik nayiga yurishi bilan tashxis qo'yiladi. Tashxis qo'yilgan qovuq siydik nayi refluksi hozirgi kunda bolalar urologiyasida keng va zamonaviy usullardan biri siydik nayiga gel yuborish yo'li bilan davolanadi. Oldinlari bunday kasallikni operativ davo o'tkazish siydik nayini siydik pufagiga qayta ekish yo'li bilan katta jarrohlik amaliyoti o'tkazilar edi. Hozirgi kunda gel yuborish bilan bunday kasallikni endourologik qisqa muddatli operativ davo bilan davolasa bo'ladi. Farzandingizda besabab tana harorati ko'tarilishi kuzatilganda albatta bolalar urologi mutaxassisiga murojaat qiling.